Pirogov Valder halqasi. Demak, Pirogov Valder halqasida 6 ta murtak ishtirok etadi. Bu murtaklarni agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, halqumning burun qismida joylashgan va og'iz bo'shlig'ini yumshoq tanglay sohasida joylashgan bezlar, o'sha bez yoki umuman olganda murtaklar qatnashadi. 6 ta murtak, bularni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi murtagimiz bu halqumning gumbazida joylashgan, demak tanzila pharyngealis, ya'ni halqum demak bizda halqum murtagi deb aytiladi. Halqum murtagi tanzila pharyngealis, bu demak bizda tog' murtak hisoblanadi. Tog' murtak demak bu tanzila pharyngealis birinchisini olamiz, demak tog' murtak. Ikkinchisi demak bizda o'sha halqumning burun qismida eshituv nayining halqum teshigi joylashgan bo'lib, ya'ni Yevstaxeyev nayi ochiladigan eshituv nayining halqum teshigi bo'lib, o'rta quloq bilan bog'langan. Mana shu eshituv nayining orqa tomonida eshituv nayini murtagi bo'ladi. Ya'ni tanzilla demak bizda tubarius bo'ladi. Tanzilla tubarius o'ng va chap tarafimizda bittadan bo'lganligi uchun demak bu bizda juft demak murtak hisoblanadi. Tanzilla demak tubarius. Endi og'iz bo'shlig'ida demak tilning ildizida joylashgan tanzila lingualini ko'rishimiz mumkin. Tanzila lingualini demak tanzila linguali bizda tog' murtak hisoblanadi. Tanzila linguali tog' murtak hisoblanadi va undan tashqari bu bizlar bilan ko'rib o'tganimiz, ya'ni tanglay murtagi. Tanzila palatinali, o'sha angina ikkita demak o'sha tilning ildiziga yaqin joylashgan, demak ikkita juft demak bizlarda murtak mavjud. Bu tanzila palatinalis, o'sha tanglay murtak hisoblanadi. Endi e'tibor qilamiz, bizlarda o'sha burunning o'sha nafas yo'lidan kelayotgan, ma'lum bir havo bilan kelayotgan mikroorganizmlarni, zararli mikroorganizmlarni demak o'sha halqumning burun qismida joylashgan tanzila pharyngealis bilan tanzila tubario eshituv nayining demak murtaklari tutib qoladi va ushlab qoladi va neytrallab beradi ma'lum bir qismini. Og'iz bo'shlig'ida ovqat bilan kelayotgan zararli o'sha mikroorganizmlarni aynan hozir ko'rib chiqqanimiz, ya'ni tilning murtagi tanzila linguali bilan demak tanzila palatinali tanglay murtagi ikkalasi tutib qoladi va neytrallab beradi. Agar yaxshilab e'tibor qilayotgan bo'lsak, bizda ikkita tog' va ikkita juft demak murtaklarimiz bu yerda bo'lyapti. Demak umumiy 6 ta murtaklarimiz o'zaro qo'shib chiqilganida bizda halqa hosil bo'ladi va mana shu halqaga Pirogov Valder, demak mana shu halqaga biz Pirogov Valder halqasi deb aytamiz. Pirogov Valder halqasini hosil qilishda tanzila pharyngeali, halqumning murtagi, tanzila tubaria, eshituv nayining murtagi va tanzila palatinalis, tanglay murtagi va tanzila lingualis, tilning ildizida joylashgan til murtaklari ishtirok etadi va o'sha himoya funksiyasini bizlarda bajarib beradi. Nafas yo'llaridan kirayotgan va og'iz orqali kirayotgan ma'lum mikroorganizmlarni tutib qolish va neytrallash vazifasini bajaradi.